Odam savdosi butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham og'ir jinoyatlar turiga kiradi. Ayniqsa millatimiz sha'niga va umuminsoniy qadriyatlarga mutlaqo zid hisoblangan fohishalikka ayollarimizni jalb qilish maqsadida odam savdosiga qo'l urish o'ta jirkanch harakat deya e'tirof etiladi. Va albatta bunday jinoyatga qo'l urganlarga ham jazo muqarrardir. Jinoyat ishlari bo'yicha Uchko'prik tuman sudida ana shunday odam savdosi bilan bog'liq jinoiy xatti-harakatlar ko'rib chiqildi. Sudlanuvchilar Parlak Abdulkadir 2002-yilda Turkiya Respublikasida tug'ilgan, millati turk, Turkiya Respublikasi fuqarosi, oilali, Turkiya Respublikasi Bodrum viloyati Mo'g'la tumani raqamsiz uyda ro'yxatda turib, hozirda Farg'ona shahar Mehribonlik ko'chasi 12-uy 3-xonadonda yashab kelgan. Rahmatjonova Xushnozabonu Qudratillo qizi 2003-yilda Yozyovon tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, O'zbekiston fuqarosi, oilali, bir nafar farzandi bor. Farg'ona shahar Qirguli mavzesi Shifokorlar ko'chasi 12-uyda yashaydi. O'zbekiston Respublikasida eng oliy qadriyat bu inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa tabiiy huquqlari bo'lib, ularni ta'minlash bosh qomusimiz, konstitutsiyamiz bilan kafolatlanadi. Sud materiallarida bayon qilinishicha, Abdulkadir Parlak va Xushnozabonu Rahmatjonova bir guruh bo'lib, 2024-yil noyabr oyi o'rtalarida ayollardan shahvoniy maqsadlarda foydalanish rejasini tuzishadi. Jirkanch rejaga ko'ra, ayollardan Turkiya Respublikasining Istanbul shahrida fohisha sifatida foydalanish niyatida 2024-yil 27-noyabr kuni Parlak Abdulkadir Toshkent Istanbul aviareysiga olib chiqish uchun o'zi bilan birgalikda O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasida o'tkazgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari tomonidan qo'lga olinadi. Sudlanuvchilar Turkiya davlat fuqarosi Parlak Abdulkadir hamda Rahmatjonova Xushnozabonuvlar o'zaro shar'iy nikoh asosida birgalikda O'zbekiston hududida yashab, Farg'ona shahar Qirguli mavzesida o'zaro jinoyat til biriktirib, O'zbekiston Respublikasidan o'sha yosh qizlarni Turkiya davlatiga fohishalikka, ya'ni shahvoniy niyatlarda foydalanish uchun yollash ishlari bilan shug'ullanib kelganligi aniqlangan. Olingan tezkor ma'lumotlar bo'yicha o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Parlak Abdulkadir hamda Rahmatjonova Xushnozabonu jabrlanuvchilar Soliyeva hamda Abdullayevalarni o'zaro moddiy manfaatdorlik evaziga Turkiya davlatida fohishalik sifatida yollash ishlari bilan shug'ullanib, ularga nisbatan demak avia chiptalar olgan holda tegishli o'sha fuqarolik pasportlarini, ya'ni chet davlatga chiqish pasportlarini rasmiylashtirib, aeroport hududidan o'tayotgan paytda jinoyat ustida ashyo dalillar bilan qo'lga olinganlar. Parlak Abdulkadir sudda o'zini aybsizligini isbotlash uchun turli vajlarni keltirdi. Sud majlisida so'roq qilingan Xushnozabonu Rahmatjonova ham e'lon qilingan aybiga iqror emasligini bildirib, adolatli hukm chiqarilishini so'radi. Bugungi ko'rilgan jinoyatchi doirasida garchi sudlanuvchilar o'z aybiga iqror bo'lmasalarda, lekin dastlabki tergov davomida to'plangan hujjatlar hamda guvohlarning sud tergovi davomida bergan ko'rsatmalari asosida ularni sodir etgan jinoyat qilmishlari to'liq o'z tasdig'ini topib, ushbu holat yuzasidan davlat ayblovi quvvatlandi hamda sud tomonidan ushbu sudlanuvchilarga nisbatan qonuniy tartibda jazo berilishi ta'minlandi. Jabrlanuvchilarning bergan ko'rsatmalari sudlanuvchilarning xatti-harakatlari bevosita odam savdosi jinoyati bilan bog'liq ekanini isbotlab berdi. Sud jinoyat ishini ko'rishda eng avvalo O'zbekistonda inson qadri ustun degan tamoyilni olg'a surdi. Sudlanuvchilar eshitildi, jabrlanuvchilar so'zlariga quloq tutildi. Odam savdosi bilan bog'liq jinoiy harakatga nisbatan sud hukmi o'qildi. Unga ko'ra, Parlak Abdulkadir O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 2-qismi B, Y, Z bandlar bilan aybdor deb topilib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Xushnozabonu Rahmatjonovaga esa 5 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Ogoh bo'ling.